Salom bolalar, sizlar bilan Craft King. Bugun biz kim zo'r o'yinlar o'ynaymiz. Mana shu Steve bilan. Xo'sh, biz boshladik. Obuna va like bo'lishni esdan chiqarmanglar. Iltimos, agar 50 ta bo'lsak, boy va kambag'alning va boshqa videolarimiz juda ko'p chiqadi. Iltimos, obuna bo'ling, like ham bosib qo'ying. Xo'sh, biz boshladik. Xo'sh, biz boshlayapmiz. Sen o'shatdan qor, men bu yerdan qoraman. Siz o'shatdan qorsangiz, men bu tarafdan qoraman. Nechta bo'ldi blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lyapti. 3, 6 bo'lib qoldi. Oldi biz ham 7 qilaylik. Mana yana 7 qilamiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dim. Mana shu qilib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben qo'yadi. Sanoqga qo'yadi. Chuchuk qo'ydi meni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8dan qilaveramiz. Farqi nima? Bu meni xonam bo'ladi baribir. 7 ga 7 bo'lganga o'xshamaydi. Bu kvadrat bo'ldimi shu savol? Kvadrat bo'libdi. Savol 9 bo'ldi o'zi. Shunaqa qo'ysammikan yoki sal kattalashtirib bunaqa boshqacha qo'ysammikan? Da mayli. Kattalashtirib qolamiz. 3, 4, 5, 6, 7. Suv qo'yib olib. Videomiz cho'zilib ketgani uchun videoni pauza qilib turaman. Sizlar like va obuna bo'lishni unutmanglar. Videoni pauza qilib turaman. Mana shu joylarni qilib, pollarni qilib olaman va devorli ustunchalarni qilib, keyin sizlarga pauzani yoqaman. Xo'sh, bolalar, videoni yoqsangiz chiqib qolibdi. Hammamiz zinalarni ham qilib yuboramiz. Xo'sh, tak. Ko'rib chiqamiz. Taktikamiz bo'yicha mana shunday qilamiz. Yana videoni to'xtatib turaman. Men bu devorlari va men bu zinani oxirigacha qilib qo'yaman. Yerga qolmanglar deyapman. Video cho'zilib ketmasligi uchun like va obuna bo'linglar. Agar biza 100 ta bo'lsak, biza sizlarga bir zo'r video olamiz. U video juda zo'r bo'ladi va u bir menimcha ancha vaqtli bo'lsa kerak. Obuna bo'linglar va like bosinglar. Like va obuna bo'ldinglarmi? Like bosib obuna bo'ldinglarmi? Demak, mana taktikamizni ko'rib, o'zlaringiz ham ko'chirsanglar ham bo'ladi. Taktika menimcha yaxshi deb o'ylayman. Menga o'zimga yoqyapti. O'zi bu uyni bir martagina qurib ko'rganman o'zim. Keyin o'sha uyni xatoliklarini qilib, endi qurib ko'ryapman. Xo'sh, menimcha shunday qilsam normalniy chiqadi. Hamma devorlarini g'ishtdan qilyapman, ham ichkisini ham shunday g'ishtdan qilamiz, ichki devorlarni xonalarga bo'lamiz. Mana bu yoqda xona bo'ladi, mana shu. Bo'lib ko'risham. Xo'sh. Ne qo'ymaymiz yo'q. Oxiriga oynalarni teshib chiqamiz o'zimiz. Menga hozir shunday yoki hozir qilib qo'yaverayman. Buni komment yozib qo'yinglar. Boshqa videolarimda sizlarga aytgan usullarni qilib ko'ramiz. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mayli, mana shu yerda sizlar balki shuni oyna desanglar, mayli, oyna qilib qo'yaylik. Birdaniga yaxshi ketyapti emas.
Xo'sh, ular nima qilibdi yana? Manimcha ichkarida ular. Baribir mani yutishim aniq deb qo'yaylik. Obunachilar hal qiladi. Deymizmi? Yo'q, o'z bizda hakam yo'q-da, sizlar. Tak. Ba'da oyna ochamiz. Bo'ldi. Burada bitta katta oyna ochamiz. Katta oyna ochamiz. 3 tali oyna ochamiz, mayli. Katta emas-ku. Like va obuna bosib bo'ldinglarmi? Bo'lmagan bo'lsanglar qaranglar. Agar like va obuna bo'lmaganni tushiga nagir kirsin. Obuna bo'ldinglarmi? Unda videoni yana pauza qilib turaman. Mana shu ikkita divorli qilay. Video sal cho'zilib ketmasa, hatto 5-6 sekundga. Bo'la. Xo'sh. Tak, bizni kim gapirib? Alhamdulillah qilyapti. Yonimda telefon o'ynayotibdi ham. Men hozir o'ynayapman, videoman. Bu ukam emas lekin jiyanim bo'ladi. Men bilan hozir raqobatlashayotgan. Men hozir badi nima qilsam, unchalik vigorniy chiqmaydi-da. Shahdo hozir men reshotka qilmoqchiman. Reshotka qilsam zo'r bo'ladi. Deb o'yladim, reshotka qilamiz. Mayli bitta divorli qolsa ham, u tarafga shunday qilamiz. Mana shu yerda shunday qo'ysak bo'ladi. Bu divorli ham qurib qo'yib, keyin bunday qarasam bo'lmadi. Keyin buzib chiqyapman hozir. Buzib chiqdim ham o'sha. Qo'ryapman. Bola nima deysizlar? Garaj ham qursamikin? Yoki shart emasmi garaj? Men bog'chotga chiqibdimi? Ikkitali eshik qilamiz o'sha. Hamma joyda bittali eshik qilmoqchi edim, mayli. Xato ketgan choq bog'i. Hammaylar. Menga yoqdi ikkita eshik bo'lgani ham. Shunday qilib qo'yamiz. Mana. Abuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Yuzta bo'lishimiz kerak. 100 taga kamgina qoldi. Shuni men bog'dan hozir zaborlab reshotkilab chiqaman. Ungacha videoni pauza qilib turaman. Keyin men bog'larga bir ikkita rasmlaymanlarmi? Sizlar yana like va obuna bo'linglar yoki kommentga izohlar yozib qoldiringlar. Sizlardan kutaman. Xo'sh, bo'ldi. Mana uyimni tugatdim. Video cho'zilib ketmadi degan umiddaman. Xo'sh, nimaga kirib ketaman? Xo'sh, uyda obzor qilib chiqamiz. Mana rasmlar. Mana uyimizda mana kirish, mana yotoqxona, mana shu bo'ladi va mana televizor. Bu hayvoncha, zombi yurtdim. Tak, bog'lar mana shunda, menimcha chiroyli chiqqan. Bu oxirgacha emas, men shoshib qoldim, hammayli. Xo'sh, endi bu kishini uyiga boramiz. Birinchi etish. Yomon emas stollar. Men kelgan shunaqa yo'lida. Nimachi ko'chmachilik qildi. Qabaylar. Yaxshi sarmand. Menda ham shunaqa edi deyarli. Meniki ham xuddi shunaqa edi. Ko'chirmachi. Xo'sh, wow, chiroyli rasmlar. Ammo oynaga lekin gap yo'q. Menga yoqdi. Qizlarning fikrlarini bilmadim. Bu ikkinchi etaj ham bormi? Ikkinchi etajga qachon chiqiladi? 3 asli. Vatta kalbi ishlamagan ekan. Eshik ham yo'q ekan. Eshik qo'yuvdim-ku. Vatta bu eshik nima? Ajal eshigimi? O'lib ketadi. Faqat arena o'ynayman. Ajal eshigiga do'st qo'sh kerak. Bu kitoblar, mana pechka oshxona bor edi-ku, nima ham bo'lagim ekan? Men yo'qman. Ikkinchi etajga ikkinchi etajga shoshib qoldik.
mayli, men ham shoshib qolganman, chunki vaqtimiz sal ziq bo'lib qoldi. lekin birinchi etasini Osh, kommentda zohirani yozib qoldiringlar. Kimniki zo'r, kimniki yomon. Mana birinchi Osh, mana shu uyimiz. puxta emas. Pauza. Osh, bolalar, videomiz tugadi. Osh, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like va obuna bosish esdan chiqmasin. Qancha gapirdim. Xo'sh, obuna bo'linglar. Shtaq bosib tashlaylar, bo'ldi, qayinmi? Osh, videomiz tugadi.